السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أخواتي الكريمات وإخواني الكرام إلى مركزنا تحت عنوان فن وتعليم. الحمد لله الذي وفقنا أن نتعلم اللغة العربية في كتابنا هذا، دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، وأن يتقبله منا بقبول حسن، إنه أكرم مسؤول وخير مأمولين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في درس الماضي قد تعلمنا ودرسنا الدرس الرابع، إن شاء الله سنستمر من هنا بإذن الله تعالى. كلمات العرب يتأثر آه، بعضها ببعض. مثلا أيما كلمة لا يوجد أمامها أي كلمة، هذه آخر كلمة يكون مرفوعا. آه، مثلا البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem aziz opa-singillar, muhterem aziz aka-ukalar. Biz arab tili darsliklarida davom ettiramiz. 4-chi darsda o'tgan edik. Biz yuqorida darsimizda aytdikki, arabcha so'zlar bir-biridan ta'sirlanadi. Agar bir arabcha so'zni oldida hech narsa bo'lmasa, o'sha arabcha so'zning oxirgi harakati u bo'lib tugaydi dedik. Masalan, al-baytu, qarang, u bo'lib tugayapti. Endi shu arabcha so'zning oldiga yana bir arabcha so'z keladigan bo'lsa, shu so'zdan ta'sirlanadi. Masalan, fidan keyin kelgan so'zning oxirgi harfining harakati i bo'ladi. Fil bayti. Fi da degani, ya'ni da qo'shimcha ichida degan ma'noni biladi. Ala ham shu, ustida degani. Har bitta bu harflar jar harflari deb ataladi. Bu qaysi so'zni oldida keladigan bo'lsa, o'sha so'zni oxirini i yoki in qiladi deb aytdik. Biz qoidani ham yozib qo'yganmiz. Mana shuni o'tgan edik. Demak, arabcha so'zlar bu harakatsiz, o'zi aslida harakatlari bo'lmaydi. Zilzalari, fatha, zamma, kasralar qo'yilmaydi. Shu qoidalar asosida o'zimiz qo'yib olamiz. Demak, bu darsimizni yana bir takrorlasak, al-baytu uy, fil bayti uyning ichida. Al-masjidu masjid, fil masjid masjidda, ya'ni masjidning ichida. Al-maktabu yozuv stoli, alal maktabi yozuv stolining ustida. As-sariru yotoq, alas-sarir yotoqning ustida. Ayna Muhammadun, Muhammadjon qayerda? Qarang, aynidan keyin kelgan so'z ham nima bo'lar ekan? Ya'ni tanvinlik u bo'lar ekan yoki tanvinsiz u bo'lar ekan. Huwa fil g'urfati, u xonada. Qarang, g'urfati yigiryapti. Qanday ta'sirli bo'lyapti bu? Shu fi'ling ta'sirida i bo'lyapti. Va ayna yasirun, aynaning ta'sirida yasirun bo'lyapti. Mana oxiri u bilan tugayapti. Nimaga yasiron, yasirin yoki yasir bo'lmayapti? Chunki aynadan keyin kelgan so'z ham oxirgi harfning harakati u yoki un bo'ladi. Va fil hammami, u hammomda. Ana fi'li ta'sirida yana i bo'ldi. Va ayna aminatu, Ominaxon qayerda? Hiya fil matbaxi, u qiz oshxonada. Aynal kitabu, qarang, ana aynadan keyin kelgan so'z bo'lganligi uchun u bo'lyapti. Kitob qayerda? Huva alal maktabi, u ya'ni kitob yozuv stolining ustida. Va ayna sa'atu, ana sa'atu u bo'lyapti. Nimaga? Aynadan keyin kelganligi uchun. Hiya, u ala sariri, yotoqning ustida. Biz huva bilan hiyada aytdik. Huva u o'g'il bola degani, hiya u qiz degani. U deb atalayotgan so'z o'g'il bola so'z, ya'ni aqlli jonli o'g'il bola bo'lsin, aqlsiz jonsiz o'g'il bola so'z bo'lsin, huva ishlatilaveradi. Hiya ham shu, aqlli jonli narsalarga ham, aqlsiz jonsiz narsalarga ham ya'ni ishlatiladi. Yana arab tilida ham o'g'il bola so'z bor, qiz bola so'z bor. Biz aytgandik o'tgan darsimizda, bir o'g'il bola so'zni qiz bola qilishlik uchun uning oxirida t harfini qo'shamiz. Yoki o'zi t harfi bo'ladi. Ya'ni t to'il marbuta degan h-ga o'xshagan t bo'ladi. Mana shu nima qiladi? O'sha so'zni oxirini yoki kelishligi bilan qiz bola so'z ekanligini bildiradi. Masalan, as-sa'atu, bu qiz bola so'z. Shuning uchun soat haqida gapirgan paytda hiya, u qiz degan so'z, ya'ni uni qiz bola shaklini ishlatilyapti. Hop, ajib anil as'ilatil atiya, quyidagi savollarga javob bering. Aynal kitabu, kitob qayerda?
Qarang, mana harakatsiz yozishni boshladi. Demak, biz o'zimiz qoidani ishlatamiz. Ya'ni aynadan keyin kelgani uchun buni oxirini u deyapmiz. Kitob qayerda? Huva, u, ya'ni kitob alal maktabi, yozuv stolining ustida. Ayna Muhammadun, Muhammadjon qayerda? Huva fil g'urfati, u yo'q, xonada. Ayna saatu, soat qayerda? Hiya ala sariri, u yotoqning ustida. Ayna Yasirun, Yosirjon qayerda? Huva fil hammami, u hammomda. Ayna Aminatu, Aminaxon qayerda? Hiya fil matbaxi, u qiz oshxonada. Aminatu fil g'urfati, Aminaxon xonadami? La, hiya fil matbaxi, yo'q, u qiz oshxonada. Ayasirun fil matbaxi, Yosirjon oshxonadami? La, huva fil hammami, yo'q, u hammomda. Man fil g'urfati, xonada kim bor? Demak, man kim degan? Man kim degan? Agar man fi bilan birga keladigan bo'lsa, bor so'zini qo'shamiz. Man fi samai, osmonda bor bo'lgan zot. Man fil g'urfati, xonada kim bor? Masalan, xonada kim bor edi? Tekstimizda Muhammadun fil g'urfati, Muhammadun yoki Muhammadun desak o'zi kifoya qiladi. Va man fil hammami, hammomda esa kim bor? Yasirun, Yosirjon. Mada alal maktabi, yozuv stolining ustida nima bor? Al kitabu, kitob bor. Mada ala sariri, yotoqning ustida nima bor? As-saatu, soat bor. O'qing va yozing so'zlarning oxirlarini aniqlashlik bilan birga debdilar. Al-madrasati deymizmi? Al-madrasata deymizmi? Al-madrasah deymizmi? Nima deymiz? Qarang, bu yerda harakatlari yo'q. Buni biz aytdik. Arabcha so'zda oldida hech narsa bo'lmasa, xotirjam, ishonch bilan, hech qanday shak shubhasiz oxirini u bilan tugataveramiz. Chunki qoida nima? Arabcha so'zning oldida hech narsa bo'lmasa, u so'zga o'zini ta'sirini, kuchini o'tkazadigan biron bir so'z bo'lmasa, demak, o'sha so'zning oxirgi harfining harakati u bo'ladi. Demak, al-madrasatu deymiz. Fil madrasati. Nimaga i deyapmiz? Aynan nimaga al-madrasah demayapmiz? Fil madrasah, fil madrasata, fil madrasatu, fil madrasat yoki bo'lsam fil madrasah demayapmiz. Nimaga? Chunki fil madrasati deyapmiz. Aynan i deyapmiz. Nimaga? Chunki fi o'ziga kelgan so'zda albatta oxirida i qiladi, agar o'sha so'z o'zgaruvchan so'z bo'lsa. Fil bayti, al baytu, al ghurfatu, al hammamu, fil matbaxi, al maktabu, ala al maktabi, ala al kursiyyi, as-sariru, ala al kitabi, fil masjidi. Bu yerda tarjima kerak emas. Bu yerda shu so'zlarni to'g'ri o'qisak bo'ldi. Va buni yozishimiz kerak. Agar arabchani bilmaydigan, yozishni bilmaydigan ota-singillarimiz, aka-ukalarimiz bo'lsa, demak, nima qilishadi? Muallim soniyatni ko'chirib chiqsa, yozishni o'rganib olishadi. O'qing va yozing debdi yana. At-tolibu deb o'qiyman. Nimaga? At-tolib so'zining oldida hech narsa yo'q ta'sir qiladigan. Shuning uchun buni oxirini u qilib o'qiyman. Fil jami'ati deb o'qiyman. Chunki fi nima qiladi? I qiladi o'zidan keyin kelgan so'zda. Talaba, universitetda. Ar-rajulu, kishi. Fil masjidi, masjidda. Aynat tajiru, savdogar qayerda? Nimaga aynat tajiru deganda t'da tashdid qilib o'qiyapman? Chunki biz qamariy va shamsiy harflarda o'tdik. T shamsiy harflardan, shamsiy harf bilan boshlangan so'zga aniqlashlikni bildiradigan ma'rifani, ya'ni tanishlikni bildiradigan ali qo'shilsa, o'sha shamsiy harf tashdid bilan ikkilantiriladi dedik. Mana bu o'tgan darsimizda mana o'tganmiz buni. Demak, shuning uchun t'ni nima qilyapmiz? Tashdid qilib o'qiyapmiz. Mana Qur'onda ham shunday yo'q, masalan, vattini deb o'qilinadi. Vattini deyman o'sha t. Vattaba'u deb o'qilinadi, masalan, Qur'onda ham. Demak, t ga agar alif lam qo'shiladigan bo'lsa, t bilan boshlangan so'zga o'sha t tashdidlanar ekan. Boshqa shamsiy harflar ham shunday. 14 ta shamsiy harf bor. Qaysi harf bilan agar so'z boshlansa, o'sha so'z tashdid bilan o'qiladi. Shuning uchun tajiru ham bu yerda
alif lam bilan qo'shilganligi uchun ikkilantirib o'qilyapti. Aynat tajiru bo'ladi. Savdogar qayerda? Va u, ya'ni demak o'g'il bola ekan. Savdogar u. Fid dukkani, do'konda. Agar qiz bola bo'lganda, qiz bola savdogar bo'lganda nima qilardik? O'g'il bola so'zni qiz bola qilish uchun uning oxiriga toi marbuta deb atalgan, o'zi yumshoq hdan yasalgan t'ni qo'yamiz. Agar qaysi harfning, qaysi so'zning oxirida mana shu shakldagi t bo'ladigan bo'lsa, o'sha so'z qiz bola so'z deb e'tibor qilinadi va unga qiz bolaga qilingan muomala qilinadi. Agar qiz bola bo'lganda nima derdik? Aynat tajiratu, savdogar xotin qayerda? Huva fid dukkan, ya hiya fid dukkani, u qiz, u ayol do'konda deb huvan o'rniga hiya qo'ygan bo'lar edik. Al qalamu alal maktabi, qalam yozuv stolining ustida. Ayna Zaynabu, Zaynabxon qayerda? Hiya, u qiz, fil g'urfati, xonada. Aynal varaqu, qog'oz qayerda? Huva, u, ya'ni qog'oz, alal maktabi, yozuv stolining ustida. Qarang, huva bu yerda birinchi ishlatilishligi savdogarga ishlatildi. Aqlli, jonli o'g'il bola so'zni ham nima qilamiz ekan? O'g'il bola insonga huva, u deb ishlatamiz ekan. Va aqlsiz, jonsiz bo'lgan varaqni ham nima? Huva deb o'g'il bola deb ishlatar ekanmiz. Varaq o'g'il bola so'z. Endi aynal mudarrisu, o'qituvchi qayerda? Huva fil fasli, u sinfning ichida. Ayna yasirun, Yosirjon qayerda? Qarang, aynadan keyin kelganligi uchun yasirun deyapmiz. Huva fil mirhadi, u hojatxonada. Ash-shamsu wal qamaru fis samai, quyosh va oy osmonda. Man fil fasli, sinfda kim bor? Qarang, man bilan fi qo'shilib ketsa nima bo'ladi? Bor so'zi qo'shiladi. Xo'p, keyingi ma'lumot, arab tilida o'g'il bolalarning ismlari doim tanvin bilan o'qiladi va qizlarning ismlari esa tanvinsiz o'qiladi. Masalan, Muhammadun Aminatu, Xolidun Zaynabu, Hamidun Fatimatu, Yasirun Maryamu, Ammarun Aishatu, Saidun Khadijatu, Aliyun Sadiqatu, yoki Sofiyatu, Abbasun Ruqayyatu. Qani hammasi mana bu qiz bolalarning ismlariga qarasangiz oxirida tanvin yo'q. Hamma o'g'il bolalar ismiga qarasangiz hammasini oxirida tanvin bor. Demak, o'g'il bola ismlar tanvin bilan, qiz bola ismlar tanvinsiz o'qilar ekan. Endi o'qing va yozing so'zlarni oxirini aniqlashlik bilan birga. Buni ham yozib chiqasizlar. Hamidun deb tanvinini qo'yib chiqasiz. Bu yerni qo'ymasizlar. Zaynabu, Aminatu. Nimaga bularni hammasini u deb o'qiyapmiz oxirini? Chunki bularning hamma oldida bularga ta'sir qilib ularning oxirini o'zgartiradigan hech qanday arabcha so'z yo'q. Shuning uchun bularni ham o'g'il bolasini un, ya'ni tanvinli o'qilib, qiz bola ismini esa tanvinsiz o'qilib chiqyapti. Chunki oldida hech narsa yo'q. Unga ta'sir qiladigan. Aminatu, Ammarun, Saidun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Xolidun, Abbasun, Aishatu, Muhammadun, Sofiyatu, Xodijatu. Bu darsimiz keyingi qismi ham xuddi shuni o'rgatadi. Shuning uchun buni ham o'qib qo'yaveramiz. Endi min so'zini o'rgatar ekanlar. Min ham o'zidan keyin kelayotgan so'zni oxirini i qiladi. Al-baytu, uy, minal bayti, uydan. Al-masjidu, masjid, ilal masjidi, masjidga. Ilaga degani mindan degan. Al-mudarrisu, o'qituvchi dedi. Mana bu ikkita nuqta dedi degan. Min ayna anta, sen qayerdansan? Anta o'g'il bolaga nisbatan sen deyiladi. Kitobga yozib qo'ysalar bo'ladi. Sen deb. Sen o'g'il bola. Muhammadun, Muhammadjon dedi. Ana minal yabani, men Yaponiyadanman. Al mudarrisu, mudarris dedi. Va min ayna Ammarun, Ammorjon esa qayerdan? Muhammadun, Muhammadjon dedi. Huva minas Sini, u Xitoydan. Al mudarrisu, mudarris dedi. Va min ayna Hamidun, Hamidjon esa qayerdan? Muhammadun, Muhammadjon dedi. Huva minal Hindi, u Hindistondan. Al mudarrisu, mudarris dedi. Ayna Abbasun, Abbosjon qayerdan? Muhammad, Muhammadjon dedi. Xaraja, chiqdi. Xaraja
E, chiqdi degan buni ham xorajaga yozib qo'yamiz. Chiqdi degan. Ya'ni xoraga siz tushunadigan so'z bilan yozib qo'ysa bo'ladi. Chiqdi. 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 Al-mudarrisu mudarris mudarris dedi. Ayna zahaba qayerga ketdi? Zahaba ketdi degan. Ya mana yozib qo'yasizlar kitoblarga. Zahaba ketdi. Muhammadun Muhammadjon dedi. Zahaba ilal mudiri. Mudirning oldiga ketdi. Al-mudarrisu mudarris dedi. Va ayna zahaba Aliyun? Ali esa qayerga ketdi? Muhammadun Muhammadjon dedi. Zahaba ilal mirhadi. U hojatxonaga ketdi. Mirhaz hojatxona degan. Al-mirhadu mana unitazlik hojatxonani aytar ekan. Mashqlar. Ajib anil as'ilatil atiya. Quyidagi savollarga javob bering. Min ayna anta? Sen qayerdansan? Anta minal Filippini. Sen Filippindanmisan? Mana bu yerdagi a mi qo'shimchasi. Mi qo'shimchasi. Sen Filippindanmisan? Mindan. Mana. Man minassini. Xitoydan kim bor? Demak, man so'zi mana shunday jar harflar bilan qo'shilib kelsa, bor so'zi bor ekan. Min ayna Hamidun? Homidjon qayerdan? Ayna zahaba Abbasun? Abbosjon qayerga ketdi? Azahaba Aliyun ilal mudiri? Alijon mudirning oldiga ketdimi? Shu savollarga javob berib chiqishimiz kerak. Iloji bo'lsa yozib chiqsa yaxshi. O'qing va yozing. So'zlarning oxirini aniqlashlik bilan birga debdilar. Al-g'urfatu. Qarang mana, al-g'urfatu deymiz. Nimaga u deyapmiz? Chunki arabcha so'zning oldida hech narsa bo'lmasa, mana bu yerda hech narsa bo'lmaganligi uchun uning oxirini u deb o'qiymiz. Minal g'urfati, xonadan. Endi min esa nima qiladi? O'zidan keyin kelgan so'z oxirini yiqiladi. Minal g'urfati, minal hammami, al-mirhadu, ilal mirhadi, al-yabanu, al-filippinu, minal hindi ila sini. O'qing va yozing debdi. Min ayna Fatimatu? Fotimaxon qayerda? Nimaga Fatimatun demayapmiz? Chunki biz aytdik, qiz bolalarni ismlari tanvinsiz o'qilar ekan. Hiya minal hindi, u qiz Hindistondan. Xarajal mudarrisu minal fasli va dahaba ilal mudiri. Mudarris sinfdan chiqdi-da va mudirning oldiga ketdi. Xaraja chiqdi, zahaba ketdi. Ila ga degani mindan degani. Zahabat tajiru ila dukkani. Savdogar do'konga ketdi. Ila ga degani zahaba ketdi degani. At-tajir savdogar, ad-dukan dukkan. Xaraja chiqdi degani. Hamidun Homidjon chiqdi. Minal g'urfati qaydan chiqdi? Xonadan chiqdi. Va zahaba va ketdi ilal hammami hammomga. Man xaraja minal fasli. Sinfdan kim chiqdi? Xarajat tolibu minal madrasati zahaba va zahaba ila suqi. Talaba madrasadan chiqdi va bozoriga ketdi. Xadijatu minas sini. Xadijaxon Xitoydan va Xolidun minal yabani. Xolidjon esa Yaponiyadan. Qarang mana arabcha so'zni ozgina yodlash, bitta qoidani o'rganishlik bilan 4 ta 5 ta so'zni harakatsiz o'qishligingiz mumkin bo'ladi. Harakatsiz o'qishligingiz mumkin bo'ladi. Inshaalloh biz buni YouTube kanalimizga ham joylaymiz. YouTube'da ko'rsanglar ham bo'ladi. Za'fil firaghi fima yali harfu jarrin munasiban. Bo'sh joylarga munosib jar harfini qo'ying. Jar harfi nima degan? Mana hozir aytadi. Jar harflari deb mana min, dan, ila, ga, fi, da ichida, ala, da ustida. Mana shular hammasi jar harflar deb ataladi. Va bular biz o'zbek tilida qo'shimchalar deyiladi. Qo'shimchalar. Arab tilida jar harflar deyiladi. Jar degani tortuvchi degan. Nimani tortadi? O'zidan keyin kelayotgan so'zda oxirgi harfini harakatini pastga tortadi. Demak, o'sha nima bo'ladi? Oxirgi harfning harakati i qiladi. Jar harflar o'zidan keyin kelayotgan so'zni oxirgi harfining harakatini i, ya'ni kasra qiladi. Al-kitabu kitob
Qarang, mana u deyapmiz. Nimaga deyapmiz? Chunki bu kitob so'zini oldida bunga ta'sir qiladigan bironta arabcha so'z yo'q. Arabcha so'zlar bir-biridan ta'sirlanadi dedik. Al-kitabu, endi shu yerga biz munosib so'z qo'yishimiz kerak. Kitob, stol deyapti. Al-maktabi stol degan. Qaysi so'zni qo'yishimiz kerak? Ustida degan so'zni qo'yapmiz. Ala qo'yapmiz. Alani yozasizlar. Kitob alal maktab bu bo'ladimi? Yo'q. Alal maktab bo'ladimi? Yo'q. Alal maktabi bo'ladi. Nimaga i bo'ladi aynan? Chunki alani qiladigan ishi nima? Jar harf o'zidan keyin kelayotgan so'zni i qiladi. Alal maktabi. At-tolibu. Ha, yana bu gap boshlanyapti. Demak, buni oldida hech narsa yo'q. Shuning uchun buni oxirini u deymiz. Talaba, sinf deyapti. Qaysi so'zni qo'yamiz? Ichida degan so'zni qo'yamiz. At-tolibu qayda? Sinfda degan ismni qo'yamiz. Talaba sinfda. Zahaba Hamidun. Hamidjon ketdi. Qayerga ketdi? Al-jamiyat universitet. Bu yerga nima qo'yamiz? Ilani qo'yamiz. Mana shu yerga ilani yozamiz. Ila nima degani edi? Ga degani edi. Ga. Ketdi Hamidjon universitetga. Endi biz fasohat bilan tarjima qilsak, Hamidjon universitetga ketdi. Fe'lni har doim oxirida tarjima qilamiz. Xorajal mudiru. Mudir chiqdi. Qayerdan chiqdi? Minal madrasati. Madrasadan chiqdi. Bu yerga minni qo'yamiz. Mana shu yerga minni qo'yasizlar. Xoraja chiqdi. Al mudiru. Mudir qayerdan? Minal madrasati. Madrasadan. Zahaba ketdi. Muhammadun. Muhammadjon. Qayerdan ketdi? Bu yerga minni qo'yasizlar. Minassini. Muhammadjon Xitoydan ilan yabani. Mana bu yerga ilani qo'yasizlar. Muhammadjon Xitoydan Yaponiyaga ketdi. Yangi so'zlar. Yangi so'zlarni yodlashni uslubi birinchi mana biz PDF kitoblarimizni tashlab qo'yganmiz. O'zbekcha lug'at kitoblarimiz bor. Shundan ko'rib yozib olasizlar. Kitobga yozib olsanglar yaxshi. Biz bilmaganlarni yozib olasizlar. Al madrasatu nima? Bilasizmi? Bilasiz. Madrasa degan. O'zbekchasi ham madrasa, arabchasi ham madrasa. Al faslu sinf degan. Bilmasangiz yozib qo'ying tepaga. Al hammamu hammom bilasiz. Al hammamu degani hammom degani. Hammom. As-suq al-mirhadu tuvalet. Tuvalet. Demak, buni ham bilmasangiz hojatxona deb tepasiga yozib olasiz. Demak, bir qatorni yodlashimiz kerak. 4 dona so'z. Nima qilamiz? 5 marta qarab o'qiymiz. Ham arabcha ham o'zbekchasi. Nima qarang mana. Al-madrasatu madrasa, al-faslu sinf, al-hammamu hammam, al-mirhadu tuvalet. Deb turib, 5 marta o'qiymiz qarab. Keyin qaramasdan 5 marta o'qiymiz. Qolganlari ham shunaqa. Al-matbahu oshxona, al-ghurfatu xona, al-jamiyatu universitet, as-suqu bozor. Al-Yabanu Yaponiya, as-Sinu Xitoy, al-Hindu Hindiston, al-Filippinu Filippin, al-mudiru nima? Direktor yoki mudir. Zahaba ketdi, xoraja chiqdi. Zahaba ketdi, xoraja chiqdi. Mudir. Bizda ham bor mudir. Demak, fi, ala, min, ila bular jar harflaridandir. Jar harflari hammasi emas. Jar harflarining ba'zilaridir. Xo'p, qoida yozib qo'yamiz. Qoida yozinglar. Mana men nimaga guruhga yozib qo'yapman. Jar harflari qaysi so'zdan oldin kelsa o'sha so'zni oxirini i qiladi. I qiladi. Misol, hop,
Fi deb yozadigan. Fi. O'zbekcha yozib qo'yasizlar hozir. Fil madrasati. Fil madrasati. Yozib qo'ydik. Madrasada degan. Demak, jar harfladimi? Fi da ichida, ala ustida, mindan ilaga bular hammasi nima ekan? Jar harflardan ekan. Jar harfi qaysi harfning qaysi so'zni oldida kelsa o'sha harfning oxirini i qilar ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.